Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana bugun qisqa video qilishga niyat qildim kanalimga. O'zim bundan oldingi videolarda aytganimdek, kanalimga shu o'zimni kommunal sohadagi o'rganayotgan ma'lumotlarimni qisqa-qisqacha video qilib boraman deb shu kanalni ochganman. Bu hozir o'zimni shu shaxsiy kommunal, ya'ni o'zimni shaxsiy xonadonimni kommunal sohadagi ma'lumotlarni o'rganyapman. Ya'ni shu gaz, suv, svet bularning jamiki shu kommunal sohaga qadaladigan ma'lumotlarni o'rganib, kerakli joylarini o'zim yozib fayl papka qilib olib qo'yapman, kompyuterdan chiqarib. Bundan oldingi videolarimda ham aytganman. Mana o'zimni mana shu xonadonimdagi tabiiy gazni aytadigan bo'lsam, shulardan yana biri mana shu tabiiy gazni ham foydalanishni tartibga soladigan qarori ham bor ekan. Vazirlar Mahkamasining 319-sonli qarori o'sha 2024-yil 31-mayda qabul qilingan ekan. Shu 319-sonli qarori aslida gaz, shu elektr energiya barcha nimalarda foydalanish qonun qoidalarini barchasi tartibga soluvchi ichida shu bo'limlari bor ekan. Bir qator ularni ham ko'z yugurtirib chiqdim. Ular shu hujjatlarini, narsalarini tartibga soladi ekan. Shu 319-sonli qarori bor ekan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 31-mayda qabul qilingan ekan. Foydalanish barchasi hujjat ishlari barchasi nimalarni tartibga soladigan qaror ekan. Men tushunmayapman, men shu o'qib chiqdim. Bundan tashqari ham mana kecha shu o'zimiz Asaka tumani hokimiyatini Telegram kanalida ko'zim tushib qoldi e'longa. Ya'ni 14-avgust kuni, o'sha 2026-yil 14-avgust kuni o'sha Asaka tuman hokimiyatida shu fuqarolarni kommunal fuqarolarni, tadbirkorlarni shu kommunal sohada, keyin bandlik, o'sha ishsizlik, shu sohalari bo'yicha tuman hokimining qabuli bo'ladi ekan. O'sha tuman Asaka tuman matbuot xizmati Telegram kanaliga qo'yib qo'yibdi, ko'zim tushdi. Men o'zim qiziqdim. Endi shu matbuot xizmati bilan bir bog'lanib gaplashib ko'raman. Agar ruxsat bersa, endi masalan o'sha borib bir ikkita savollar berib, u yerda o'sha ijtimoiy kommunal sohalarda degan joylarni ko'zim tushib qoldi. Shuning uchun bir borib o'zim qabulga taklif ham bersa bo'ladi deb yozib qo'yibdi. Ijtimoiy sohada muammolar, takliflar, fuqarolarni qabul qilamiz deb yozib qo'yibdi. 2026-yil 14-avgust kuni ertalabdan qabul qilamiz deb. To'g'riroq ko'zim tushganda o'qidim, soat 7danmikin уже yozib qo'yibdi qabul qilishini. Shu borib shu o'zim kommunal sohadagi degan joylarga ko'zim tushgani uchun o'zim qiziqib borib bir ikkita savollarim
takliflarim, savollarim bor edi. Agar matbuot xizmati bilan bir gaplashib ko'raman. Agar ruxsat bersa, masalan, o'sha suhbat jarayonini videoga olib bemalol yaxshi, to'g'ri ma'noda, bu masalan anaqasi yo'q. O'sha berilgan savollarni javoblarini masalan videoga olib kanalimga qo'yishga ruxsat bersa, masalan ijtimoiy tarmoqlarga bemalol qo'yaverasiz, hech qanday qarshiligimiz yo'q desa, o'zim borib bir video qilib savollar berish niyatim bor. Agar unasa olib videoga qo'yib masalan o'z kanalimga qo'ymoqchiman. Shu kommunal sohadagi beradigan 3-4 ta savollarim bor, takliflar ham bor. Shunga agar ruxsat bersa, bir matbuot xizmati bilan, Asaka tuman matbuot xizmati bilan bir gaplashib ko'raman. Masalan, tartib qanday, qonun qoidasi qanday, mana shunaqa desa, yo'q aka, masalan faqat fuqarolar o'zi bilan gaplashib shu muammolar, takliflarda eshitiladi desa, masalan unga ham hech qanday e'tirozim yo'q. Masalan men ular masalan bemalol aka olaverasiz, hech qanday qarshiligimiz yo'q, olib bemalol kanalingizga qo'yaverasiz desa, yaxshi niyatda u borib savollar berib, o'sha yerda qabulda endi yozib qo'yibdi, Asaka tumani qabuli hokimi deb, Asaka tumanining qabuli deb. Endi agar o'sha yerda hokim bo'lsa, hokimga 2-3 ta savol kommunal sohada berish niyatim bor. Kuzatinglar, xudo xolasa agar amalga oshib qolsa, kanalimga qo'yib video qilaman. Hammanglar sog' salomat bo'linglar.